bahor mana shunisi bilan qiziq. 2 kundan beri tinimsiz yomg'ir yog'ibdi. Ishxonamizda lekin ish to'xtagani yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Anchadan beri istoriya qo'ymaymiz ishxonadan. Ishlarimiz har doimgidek boshlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi kraskaga tayyorlanmoqda. Nalishnilargacha qo'yib olganmiz. Shotlanka varianti eshiklarimiz bor bu yerda. Hop, bu tomonda dilari eshigimiz bor. Birli NDFdan bo'lgan. Yo'llarga polnisi NDF yopshiriladi. Moshni chiqadi shunda. Bittaga trishina degan narsa bo'lmaydi. Yomg'ir bizga xalaqit bermaydi. Ishlarimiz hammasi surugdan erta bitadi. Joy tayyor bo'lsa bo'ldi. Muammo bo'lmaydi bizda. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, ikkita obyektimizning eshiklari mana bu yerda yotibdi. Taxlab qo'yganmiz, joy tayyor emas. Bu tomonda ham bor eshiklarimiz bitgan. Bu eshiklarimiz ham joy tayyor emas, bularki ham tayyor emas. Aloqachi qilsanglar vaqtida muammo qilmasdan cho'tkaylab bitkazib beramiz.